Ayollar majburiyati, qanday kiyinish, yurish, yashashni o'rgatyapsan. Balki ideal erkak qanday bo'lish kerakligini ko'rsatarsan. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ey erkak turkumini qotili. Ha, o'sha klaviatura botiri, davlarni o'zgacha bor dedi. Ayollar ozodligini gapirmasdim, erkaklar ozodligini cheklamasa. Bermoq, jon bermoq deyishardimi? Yo'q, erga tegmoq, jon bermoq. Ayoliga turmush o'rtog'i emas, qotilga aylanibdi, bu senga qiziq emas. Yangiliklarni qara, nima bo'lyapti? Go'daklar otasi tomon zo'rlanyapti. Chista tasodifan erkak bo'lib tug'ilganing ayollardan ustunsan degani emas. Erkak bo'lib yashash uchun bilib qo'ygin, erkak bo'lib tug'ilishni o'zi yetmas. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ey erkak turkumini qotili. Ha, o'sha klaviatura botiri, davlarni o'zgacha bor dedi. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ey erkak turkumini qotili. Ha, o'sha klaviatura botiri, davlarni o'zgacha bor dedi. Gaplarim yana senga yoqmaydi. Da qo'y. Fakt va argumentlarsiz meni fohisha deysan. Da blay двойне qo'y. Lekin ko'zguga qara, fohisha bo'lish uchun ayol bo'lish shart emasligi isbotsan. Itin qo'y. Xo'sh, soqoli bor xotinlar, ey erkak turkumini qotili. Ha, o'sha klaviatura botiri, davlarni o'zgacha bor